Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun ikkita mahsulot orqali uy sharoitida yuzni tozalaymiz va oqartiramiz. Undan tashqari dog'larni ketkazadi va poralaringizni kichraytirib beradi. Bizga oddiygina dro'jja va vodorod pereks kerak bo'ladi. Albatta videoni oxirigacha ko'rsangiz to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Qanday tayyorlanishini ham albatta qo'yib boraman. Demak, biz boshladik. Bitta idish olasiz, chuqurroq. Va 1 osh qoshiq dro'jja solasiz. Endi esa bizga kerak bo'ladi 2 osh qoshiq pereks kislotasi. E'tibor bergan bo'lsangiz, bittada uje reaksiyaga kirishib ketadi va ko'pikchalar paydo bo'ladi. Buni yaxshilab aralashtirasiz. Iloji bo'lsa cho'tka yordamida aralashtiring, tez-tez aralashtirasiz. Yuzingizda dahshat effekt bo'ladi, albatta sinab ko'ring. Endi buni yuzimizga surtamiz va yuzingizda 30 minutcha turadi va rezultatini ham qo'yaman. Shunaqa shotka yordamida yuzingizga sursangiz juda ham zo'r effekt bo'ladi. Buni endi yuzimizga suramiz.